Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan birga aqlingizdagi kishini sizga bo'lgan tuyg'ularini o'rganib chiqamiz. Video boshida aytib o'tmoqchiman. Bu ayrilgan insonlar uchun emas, birgalikdagi bo'lgan insonlar uchun ochilim. Ayrilgan insonlar uchun keyinchalik qilamiz. Hozir birgalikda bo'lgan insonlarni yoki yangi tanishgan insonlari, aqlidagi, hayotidagi insonni sizga bo'lgan tuyg'ularini, hozirgi energiyasini ko'rib chiqamiz. Birinchi va ikkinchi pozitsiyadan bittasini tanlaysiz va boshlaymiz. Xo'sh, birinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimizni aqlidagi, ko'nglidagi insonni siz haqingizdagi fikri. Ko'ryapsizmi, qanaqa chiroyli karta chiqdi bu yerda. Siz uning uchun yorqin yulduzsiz. Siz uning uchun betakrorsiz. Siz uni hayoti davomida uchratgan eng yorqin, takrorlanmas va o'rnini hech kim bosa olmaydigan bir insonsiz. Siz haqidagi tuyg'ulari, fikrlari o'ta boy ekanligi ko'rinyapti bu yerda. Va bu yerda aytib o'tishim kerakki, siz bu insonni hayotida eng og'ir kunlarida, eng og'ir vaziyatlarida kirib kelgan ekansiz. Shuning uchun ham deyapti, uni hayotidagi o'rningiz umuman betakror. Faqatgina sizni yoningizda o'zini yetarsiz his qilyapti. Ya'ni sizga loyiq emas yoki bo'lmasam sizga erisha olmaydi degan fikrlar, qo'rquvlar ichkarisida, ya'ni sizni qo'lga kirita olmayman degan o'y-xayollar va qo'rquvlar ichkarisida ekanligi ko'rinmoqda. Endi esa ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz uchun aqlidagi kishini fikrlarini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz uchun xo'sh, qanday fikrlari bor? Aqlingizdagi kishi siz haqingizda ham suyanchi, ham tayanchi, hamda hayotiga baxtni olib kirgan, yangicha tuyg'ularni olib kirgan inson sifatida ko'ryapti. U siz bilan birga haqiqatdan ham agar sizga kulib qarayotgan bo'lsa, yoningizda u ichidan baxtiyor ekanligidan kulib qarayotganini bildiradi. Haqiqatdan ham qandaydir tinmay faqat siz bilan birgalikdagi shod-xurramlik, yurakdan kuldira olish, yurakdan baxtli qila olish holati bilan suyanch va tayanch ekanligingiz ko'rinyapti bu yerda. Siz uni har qanday vaziyatda ham yonida qo'llab-quvvatlaydigan, har doim yonida turgan va muhimi bu aqlingizdagi kishini ishonchini qozongan insonsiz. Sizni yoningizda o'zini baxtli va betakror inson his qiladi, ya'ni o'zini yetarli his qiladi, o'zini kuchli his qiladi. Sizni yoningizda bo'lishingiz uni nimalargadir qodir ekanligini his qiladi. Ya'ni siz unga kuch berasiz. Qaysidir maqsadlarini amalga oshirish uchun pozitiv energiya, motivatsiya berib turuvchi bir inson ekanligingiz ko'rinmoqda bu yerda. Sog' bo'ling.